Assalomu alaykum. Mening ismim Sardorbek. Ushbu Taniposh darvozasi Shaybonlar hukmdori 2-davrida qurilgan. Ushbu ko'rib turgan darvozangiz Qorako'l darvozasi deb nomlangan. Bu 1920-yilda Qizil armiya bosimi tufayli bu yerga buzib tashlangan darvoza. Assalomu alaykum. Mening ismim Sardorbek. Bizga berilgan ko'rishishning mavzusi Buxoroning qadimiy 11 darvozasi haqida so'z yuritib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ushbu ko'rib turgan darvozalaringiz Samarqand darvoza deb nomlangan. Bu qadimgi Buxoroning asosiy darvozalaridan biri sanalgan. Bu Buxoro shahrining shimoliy-sharqiy qismida joylashgan. Ya'ni Buxoroning asosiy darvozalaridan biri. Chunki bu darvoza orqali Samarqandga chiquvchi eng asosiy darvoza bo'lib hisoblangan. 1557-1560-yillarda Abdulazizxon II tomonidan qayta ta'mirlangan. Ushbu darvoza orqali nafaqat Samarqand, balki Rishton, Qo'qon, Toshkent shahri va boshqa chet eldan kelayotgan mehmonlarni ham shu darvoza orqali kiritilgan. Darvoza yaqinida katta bozor bo'lgan, ya'ni aravasozlik, yog'och materiallar va eshik ishlab chiqarilgan. Darvozaning balandligi 11 metr, diametri 8 metr tashkil qiladi. Darvozaning balandligi devor balandligi bilan bir xil bo'lgan. Darvozaning ochilish va yopilish vaqti shom namozidan keyin yopilib, bomdod namozi vaqti ochilgan. Bungacha darvozalar bekit holda bo'lgan. Bu darvozani qurishda o'z davrining qo'l ustalari turgan. Ya'ni unga qurish davomida 200 mingta eng zo'r ishdan foydalanilgan. Bu darvoza 100% toza ishdan qurilgan. Bugungi kunda Buxoro darvozalarining soni 11 tami yoki 12 tami degan bahs munozaralar sabab bo'lmoqda. Lekin qadimiy manbalarga tayangan holda Buxoro darvozalarining soni 11 taligi aniq namoyon bo'ladi. Lekin ayrim odamlar va ziyolilar o'rtasida bahs munozaralar olib boriladi. Chunki Buxoroning Ark qalasidagi darvozalar ham bu darvozalarga qo'shib 12 deb aytadi. Shaharsozlikning muhim elementlaridan biri qadimda ham va hozirda ham bo'lgan devor, darvoza, ark, saroy, yana hammalarni o'z sirasiga qo'shsak bo'ladi. Qadimdan va hozirgacha O'zbekiston hududida Toshkent shahrida, ya'ni 12 darvoza, Xivada, ya'ni Ichanqal'ada 4 darvoza, Buxoro shahrida esa bu darvoza saqlanib qolgan. Har bir darvozaning nomlanishiga o'ziga xos nomi va vazifalari turlicha bo'lgan. Masalan, Mozoriy Sharif darvozasi mahalliy xalq tili bilan Doriy Mozor yoki Doriy Mozor Bahouddin deb atalgan. Chunki o'sha darvoza orqali Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohiga olib chiqilgan. Ko'rib turganingiz ushbu joyda qadimgi Buxoro shahrining darvozalaridan biri Mozoriy Sharif darvozasi bo'lgan. Bu 1920-yilda Qizil armiya bosimi tufayli bu yerga buzib tashlangan darvoza. Bu darvoza 13-asrda Shaybonlar davri hukmdori Abdulazizxon II davrida shaharni kengaytirish munosabati bilan ushbu joyda darvoza bunyod etilgan. Bu darvozaning asosiy maqsadi Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohiga olib chiquvchi katta yo'lning yonida joylashgan. Assalomu alaykum. Biz Buxoro shahrining qadimiy 11 darvozalarini o'rganishga davom etamiz. Keyingi manzilimiz va keyingi darvozamiz bu Sallaxon darvozasi. Bu ko'rib turgan darvozalaringiz Abdullaxon II davrida qurilgan bo'lib 1540-yillardan boshlanib, qo'shni 1549-yilda qurish o'z yakunlariga yetgan. Ushbu Sallaxon darvoza 1920-yilda Qizil armiya bosimi tufayli buzib tashlangan, lekin 2009-yilda Muzaffar Mirzayev tomonidan qayta tiklangan bo'lib, asl holatiga keltirilgan.
yana bir bor Buxoroning qadimiy darvozalarini o'rganishda davom etamiz. Bu ko'rib turgan darvozalaringiz Buxoroning 11 darvozalarida saqlanib qolgan ikkitadan bittasi, ya'ni Alposh darvozasi. Bu darvoza 1557-yil va 1598-yillar orasida qurilgan. Ushbu darvoza ko'rib turganingiz qaysi holatda bo'lsa, o'sha holatda saqlanib qolgan darvozalardan ikkitadan bittasi. Ushbu darvoza Shaybonlar hukmdori Abdulazizxon II davrida qurilgan bo'lib, darvoza jami 3 marta ta'mirlangan. 1960-yil, 2005-yil va 2022-yil mart oyida kuchli yomg'ir sababli darvozaning chap devorlari qulab tushgan. Shuning uchun 2022-yil davomida davlat byudjeti tomonidan 1 milliard ajratilib, darvoza devorlari mustahkam ko'rinishga qayta tiklangan. Alposh darvozasining me'morchilik uslubi O'rta Osiyo me'morchilik uslubiga sinonim ravishda qurilgan. Balandligi 10 metr, kengligi 5 metrni tashkil qiladi. Darvozaning qurilish ishlatilgan bo'ladi. 2 gultojdan qurilgan va arkasining o'rtalari va darvozaning asl holati saqlanib qolingan. Shaybonlar hukmdorlari biror bir inshoot qurishda uning avvalambor aniq bir o'ziga xos qoidalarga amal qilishgan, ya'ni biror obyekt qurishdan oldin uning aniq puxta tayyorlangan rejasi, uning atrofida joylashgan iqlim, mo'tadil, ya'ni kanallar, ariqlar yoki havuzlar joylashishiga alohida e'tibor qaratilgan. Devorlarning boshqa inshootlarning qurish davomida shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaslik, ya'ni isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslikka jiddiy e'tibor qaratgan. Shuning uchun darvoza, devor va inshootlar qurish uzoq vaqt talab etgan. Bu darvoza orqali qadimda Amirobod, Jondor, Chorbaki va Xorazmga borilgan. Darvozaning ichki tarafida ko'rsatilganidek maxsus zinalar bo'lgan. Bu zinalardan yuqoriga askarlar chiqib, darvozani qo'riqlashgan. Ikkinchi qavatida dushmanni hujumga qilish oson bo'ladi yuqoridan pastga. O'shaning uchun maxsus joylar askarlar uchun qurilgan. Qadimda Shaybonlar davrida har bir darvoza yonida deyarli maxsus ariq va kanallar bo'lgan. Ushbu ariq va kanallardan shahar aholisi qishloq xo'jaligi va o'zi ichimlik manbaida foydalangan. Darvozaning devorlari shunchalik qalingki, uning qalinligi 5 metrni tashkil etadi. Ya'ni bu devorda buzib o'tishning imkoni yo'q. Bu ajratilgan joyda qadimda shahar askarlari bu joydan dushmanlarni qaytarib turgan va devorlarni mudofaa qilgan. Ko'rib turganingizdek, darvozani rekonstruksiya ishlari hali ham davom etmoqda. Darvozaning qadimgi devorlari holati va hozirgi rekonstruksiya qilingan holati. Buxoroning qadimgi darvozalarini o'rganishda davom etamiz. Ushbu ko'rib turgan darvozalarimiz Qorako'l darvozasi deb nomlangan. Ushbu darvoza 1558-yil va 1578-yil oralig'ida qurilgan, ya'ni Shaybonlar hukmdori Abdulazizxon II tomonidan qurilgan va 1975-yilda ta'mirlangan darvoza. Ushbu darvoza Buxoroning 11 darvozasidan saqlanib qolgan darvozalardan biri, o'z holicha. Qorako'l darvozasi qadimda Buyuk Ipak yo'li savdo yo'lining asosiy
xizmat qilgan darvozalardan biri. Darvozaning ikkinchi nomi Haj darvozasi ham deb yuritilgan qadimda. Buning sababi ushbu darvoza orqali Qorako'l va Haj va Umra ziyoratlariga borilgan. Buxoroning qadimgi darvozalarini o'rganishimiz shu yerda yakuniga yetadi. Ko'proq qiyinchiliklarga duch kelsak ham darvozalarni o'rganishda davom etdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.